Xo'p, savol. Adenin nukleotlar 37,5 ni tashkil qilgan DNK fragment tarkibida vodorod bog'lari va fosfodifil bog'lari soni 80 taga ko'p bo'lsa, shu DNK tarkibida guanin, sitozin nukleotlar orasidagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Xo'p, bizda DNK molekulasi bor ekan. Demak, DNK adenin, timin, yana guanin, sitozin deb yozib olamiz. Va bu DNK'mizda adeninlar demak 37,5 ekan, timin ham 37,5 tashkil etyapti. Demak, har ikkalasi 37,5 dan bo'lsa, bu necha foiz degani? Bu ikkalasi 37,5 dan 75%. Qancha qolyapti guanin, sitozinga? 25%. Bu degani guanin bilan sitozinlar 12,5% dan har biri. Xo'p, endi bizda ikkinchi ma'lumot, DNKdagi vodorod bog'lar fosfodifildan 80 taga ko'p deyapti. Demak, H bog'ining ayrimasi fosfodifil teng ekan 80 ta. Bizda formula bor ediki, H bog' minus fosfodifil bu guanin sonidan 2 taga ko'p chiqadi. Demak, guanin sonidan 2 taga ko'p chiqqan holatda 80 chiqsa, demak guanin barobar 80 minus 2 ga. Demak, guaninimiz teng 78 ta. Demak, 78 ta guaninimiz bor ekan, umumiy mana shu DNK tarkibida. Shu DNK tarkibidagi guanin, sitozin orasidagi vodorod bog'lari so'rayapti. Demak, guanin, sitozin orasidagi vodorod bog'larini topish uchun 78 ta guanin sonini 3 ga ko'paytirib qo'yaman orasidagi vodorod bog'i topish uchun. Demak, 78 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 234 ta degan javob chiqyapti. Demak, javobimiz C javob.